Assalomu alaykum. Butun O'zbekiston ustoz va murabbiylarni yaqinlashib kelayotgan bayramlari bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Jumladan ustozim, birinchi o'qituvchim Ziyoda opa Kamolovaga mana shu she'rimni armag'on etmoqchiman. Sizga o'xshagim keladi ustoz. Mashaqqatli yo'lni bosib o'tdingiz. Qo'limga qog'oz va qalam tutdingiz. G'o'r go'daklarni savodin ochib, qanchalar qiynalib alam yutdingiz. Bunchalar biyronsiz, mehribon, mumtoz, sizga o'xshagim keladi ustoz. Doim o'quvchilar g'amin yedingiz. Vatanni sev, erinchoq bo'lma dedingiz. Nomsiz, nishonsiz uchmas izingiz. Izingizdan borar o'g'il qizingiz. Taftingiz o'xshaydi go'yo quyoshga. Yana umr bersin Alloh bu yoshga. Bunchalar teransiz, tuyg'unsiz mumtoz, sizga o'xshagim keladi ustoz. Pur ma'noli, hikmatli so'zga o'xshaysiz. Chamandagi atir gulga o'xshaysiz. Dengizdagi marjon durga o'xshaysiz. Ufuqdan taralgan nurga o'xshaysiz. Sizgadir yurakda asragan so'zim, hamisha ta'zimda bo'laman o'zim. Ustozim, gavharim, sarvarim manim, sizga sadqa bo'lsin bu jonim manim.